Yangi modellarimiz yana kirib keldi o'rtoqlar. Toshli modellarning xossizligi zo'r qilib skidka qilib beramiz, a. Zo'r qilib skidka beramiz qaylar. Bugun hech kim bilan urushmoqchi emasman, tortishmoqchi emasman. Kayfiyatim juda ham zo'r. Azina ham nima edi? Urushmasdangina. Sekangina. Chiroyli skidka qilamiz. Kayfiyatlari vashli zo'rlagan. Nimaga bilmayman. Nimaga? Zo'r oyoq kiyim olib kelibsizlar deb hammasidan bitta olib ketaman, o'zinglar xabaringlar yo'q. O'zlari. Xullas kalam, mana shunday chiroyli oyoq kiyimda qancha skidka qilgan deb o'ylaysizlar? Qancha? Bir kamida bir boshqa joydan bir 450 500 ming olasizlar-da, menga o'xshab tentirab. Eslaringiz so'mda qaranglar. eslaringiz. Ha, misimni ham olib tashlang, 99 bo'ldi. 99 ming. Ha. Rostdan? Lekin menga yoqyapti bugun skidkalar, chunki oyoq kiyimlar o'zlari ham shunaqa sochli qaranglar, ranglarini ko'rasizlar. Mana moloshnisi ham bor. Mana bu baklashkasi bor, oyoq kiyim hammasi oyoqda juda ham chiroyli turadi. Kollaboratsiyani qarang, bakalashka bilan toshlini kollaboratsiya qilib qo'yishdi. Moda bo'ldi o'zi, zo'r qo'ygan. Yo'q, lekin rostdan ham bor, dushi menga yoqmas oyoq kiyim. Kablukchalari ham nejniydi yana. Shu zo'r. Ana kabluk kiyishni xohlamayman, oyog'im og'rib qoladi degan qizlar uchun ham zo'r bu. Qorasi ham bor mana. Bunaqa rangli kiya olmayman deydiganlar uchun qora. Asfalt rangi. Mana buni qaranglar, yaltirashni ko'rasizlar. Va qayergadir borsanglar, birinchi oyoq kiyimlar bunday kirib kelsanglar, dushmaninglar ko'rib, "Va, bu chiroyli" deydi. Xullas, yozga eng sochli ranglarni olib kelib qo'yishibdi mana. Rozvi hamda ko'k kelib ovorasizlar, atiga 99 ming so'mga skidga qo'yib yubordi. Dastavka ham ishlaydi. Endi video tugamaganda, endi bildirdingiz-da.